Nechta qizim bor edi. U qizim 5-sini shu homilador bo'lgan paytimda yoqmaganda mana qizlik. Nimaga menga qiz berasan, nimaga men o'g'il tug'ib olmayman deb isyon qilganman-da usta. Uni tuqqanimdan keyin isyon qilganman. Nimaga men qiz tug'aman, faqat nimaga men qiz tug'ishim kerak deb asa yig'laganman. O zo'rg'a ko'targanman, oyoqlarim sinib, 9 oy zo'rg'a ko'targanman bo'lmasa o'sha bolam. Baribir qiz deb tashlab ketmaysiz-ku, katta qilib mehr berganman, baribir yaxshi ko'rasiz-ku. 9 oyligida og'ir kasal bo'lib. Nima kasal bo'ldi? Parensifalit kasalligi bo'lib. 1 yosh 2 oyda yaqinda o'tdi bola. Da. Judayam qiyin. Judayam og'ir ahvolda bo'ldi bola qiynalib. O'shaning uchun o'qchiman. Mandaqalar kelsa, ushib tursangiz, o'sha narsalarga dars bo'lsin. O'zimga dars bo'ldi-da o'sha.